Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Bugun siz bilan uyda домашний lavash tayyorlashni o'rganamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi avvalambor lavash xamirlari. Mana bunday kichkina xamirlardan foydalandim. Go'sht, soya yog'i, ozroq sir, kartoshka, pomidor, bodring, bir dona piyoz, ko'katlar va ketchup bilan mayonez kerak bo'ladi. Endi birinchi qiladigan ishimiz, go'shtimizni mana shunday mayda ko'rinishda to'g'rab olamizda 15 minut soya yog'ida bo'ktirib qo'yamiz. Qani ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Mana go'shtimizni solib oldik. Endi bunga ko'p emas, ozgina, kichkina choy qoshiqda 1 choy qoshiqcha solsangiz bo'ladi. Bo'lmasa ta'mi o'zgarib ketadi. Mana soya yog'ini solamiz va go'shtimizni aralashtiramiz. Ozroqgina tuz sepaman. Mana tuzni solamizda aralashtiramiz. Mana shu ko'rinishda aralashtirib, buni 15 minut chetga olib qo'yamiz. Endi qiladigan ishimiz, go'shtimiz tayyor bo'lguncha kartoshkani xohlang ingichka parrak shaklda qilib oling, xohlang mana bunday chips ko'rinishda maydalab oling. Mana shunday holda to'g'rab olamiz. Mana kartoshkalarimizni mana shu ko'rinishda to'g'rab oldik. Endi bunga ozgina tuz sepamiz. Mana shu ko'rinishda tuz sepamizda va bitta aralashtirib olamiz. Endi qizib turgan tovamizdagi yog'ga ozroq-ozroqdan tashlab, ikki tomoni ham qip-qizil bo'lib qizarguncha yog'da pishira olamiz. Mana kartoshkalarimiz qizarib, rangi kiryapti, tayyor bo'lish holatida. Mana shunday yengil aralashtirib olamiz. Mana kartoshkalarimiz tayyor bo'ldi. Endi uni ko'tarib olamiz. Endi qizib turgan qozondagi yog'imizga soya aralashtirgan go'shtimizni solib 5-10 minut qovurib, dimlab qovurib go'shtimizni pishira olamiz. Mana go'shtimizni ham aralashtirib oldik. Endi qiladigan ishimiz, bitta dona piyozimizni mana shu ko'rinishda to'g'rab, mana shunday to'g'rab olamiz. Katta-katta ko'rinishda. Va qovurilayotgan go'shtimizga solamiz. Buni ham go'shtimizga qo'shib qovurib olamiz. Mana keyin go'shtimizni past olovda 20 minut mana shunday dimlab pishiramiz. Hurmatli obunachilarim, go'shtimiz tayyor bo'lguncha pomidor va bodringlarimizni parrak-parrak qilib to'g'rab olamiz. Mana shu ko'rinishda. Mana shunday ko'rinishda to'g'rab olamiz. Bodringimizni ham xuddi shunday to'g'rab olamiz. Endi ko'katlarimizni shunday to'g'rab olamiz. Endi navbat sirga. Sirni tyorkadan chiqarib olamiz. Xohishga qarab, xohlang eriydigan sir soling. Xohlang tuxumligidan soling. Xohishga qarab solaverasiz sirni. Mana
mana sirimizni ham tyorkadan chiqarib tayyorlab oldik. Sirni tyorkadan chiroyli va ezilmasdan chiqishi uchun ozgina morozilikda ushlab, salgina qotirib keyin tyorkadan chiqarsangiz mana shunday ko'rinishda chiroyli bo'lib ezilmasdan chiqadi. Mana shunday lavash xamirlarini menda kichkina xamir bo'lganligi uchun 2 tani mana shunday ko'rinishda ustma-ust ko'rinishda qo'yib oldim. Mana endi bunga mayonez, ketchup surtib chiqamiz. Mayonez, ketchupni ham xohishga qarab kam-ko'p o'z surtaverasiz. Keyin bodringchalarimizni mana shu ko'rinishda terib olamiz. Ketidan pomidorlarimizni qo'yib olamiz. Endi tyorkadan chiqqan sirimizni solamiz. Mana ki sirlarimizni ham solib oldik. Endi chips ko'rinishida qizartirib pishirib olgan kartoshkalarni terib chiqamiz. Ustidan endi navbat go'shtimizga keldi. Go'shtimiz tayyor, piyozimizni endi bunga ko'katlarimizni aralashtirib olamiz va bitta aylantiramiz. Mana tayyor bo'ldi. Qiladigan ishimiz tayyor go'shtimizni solib olamiz ustidan. Mana endi buni xamirini o'rab olamiz. Avval qiladigan ishimiz 2 yonini bukamiz. Mana shu ko'rinishda o'raymiz va aylantira olamiz. Mana shu ko'rinishda. Buni endi orqa oldini qisartirib olamiz. Mana hurmatli obunachilarimiz, bizning meni lavashlarimiz tayyor bo'ldi. Endi buni ikki tomonini ham qozonimizda qizdirib olamiz tavamizda. Qizib turgan qozonimizga ikki tomoni ham qizarguncha solib olamiz. Mana shu ko'rinishda og'zini yopib turamiz. Bu tomoni qizarib oldi. Endi bu tomonini ag'dardik. Mana hurmatli obunachilarimiz, lavashlarimiz tayyor bo'ldi. Endi buni ichini sochneligini ko'ramiz. Mana kesib oldik. Mana qarang ichlarini, sochneligini. Albatta siz ham uyda tayyorlab ko'ring. Kommentariy va layklarni ayamang.